Hürmetli vatandaş, bugün Çislağı 2023 yıl 8. ayının 3. günü haftaga Perşembe vatandaş. Leksiyalarımızı sözlep bulduk. Aziz siz görüyorsunuz, biz bütün gün Cungo diplomatlarının faaliyetleri ve Cungo diplomatiya hareketlerinin qaysi derecege yetip ve qayerda mağlup bolup ve qayerda g'alaba qilayotganligi to'g'risida sözlep keldik vatandaş. Bugün endi sizga yani şunu sözleylik, hazır ciddi kelgan xabarga qarab bakın. Men bu leksiyani boshqacha usulda sözlemoqchi edim. Bu xabarni ko'ribla vaziyatdagi o'zgarish qarab turibla meni sizga so'zlaydigan muhokama xarakterlik leksiyamda o'zgarish paydo bo'ldi. Hozirlar vatandoshim. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministrligi muavin ministri, yordamchi ministri Reitner Jungo'ning Amerikaga kelib suhbatga qatnashgan diplomati Yangtao mehmon kutish mahkamasining boshlig'i Yangtao'ning suhbatni oxirlashtirgandan keyin masalan munosabatli kishilar bilan Daniel Kritenberg, Sara Beralla bilan bir kunlik suhbatni oxirlashtirib, Kanada Davlat Mudofaa Ministrligida yordamchi Davlat Mudofaa Ministri Reitner bilan ko'rishganligi, bir diplomatning harbiy odamlar bilan ko'rishganligi, bir diplomatning harbiy odamlar bilan harbiy ishlar to'g'risida, masalan, nuqul aytganda harbiy ishlar sohasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo aloqa munosabatlar yo'lini echish va bu yo'lni saqlash to'g'risida, davomlashtirish to'g'risida suhbatlashganligi haqiqatan shu qo'yilgan mavzuga o'xshashli gap vatandoshlar. Tushundingizmi? Shu mavzuga shunday qo'yilibdi, shuningga o'xshashli gap hozir. Bu ishni Amerika Qo'shma Shtatlari masalan hozir Jungo debdi buningda, vaziyat nozuk debdi buningda. Amerika Jungo tuyuqsizda, Amerika ham Jungo ikkili davlat tuyuqsizda. Organlar diplomatiyasining aylanib o'tib ketdi. Bu deganlik diplomatiya organlari bilan so'zlashish, munosabatlashish, dialoglashish lozim. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatlari Jungo'ning diplomatlari bilan so'zlashishi kerak. Hozir bu yerda aylanib o'tib ketdi, sezgur, vaziyat intayin sezgur deganda shuni ko'rib olingki, diplomatlar hozir Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib Jungo'ning diplomatlari Davlat Mudofaa Ministrligi bilan harbiy ishlarga oid suhbat ustida o'ltirganda bu ishning nima bo'lganligini endi siz ham faraz qila olasiz. Hammadan faraz qila olamiz vatandoshim. Diplomat harbiy ishlar sohasida. Ya'ni harbiy odamlar Jungo'ning diplomati bilan so'zlashyapti. Shunga bu yerga qo'yilgan qattiq diqqat qo'zg'adi. Vaziyat intayin nozuk. Amerika Jungo tuyuqsizlar, organlar diplomatiyasini aylanib o'tib ketdi. Esa qoida bo'yicha harbiy bilan harbiy Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi bilan Jungo'ning Davlat Mudofaa Ministrligi so'zlashishi kerak. Shunaqa emasmi? Demak, vaziyat jiddiy, nozuk. Buning mazmunini Alloh xolisa sizlarga topshiramiz. Bugun buni deylik, endi sizlarga ikkinchi bo'lib so'zlaydiganimiz bugungi muhokamada Wang Yini chaqirtib keladigan bo'ldi dedik. Tunugun sizlarga yetkazolmagan yana mundaq bir mavzuni mavzun emas, mazmunni hozir sizlarga topshirayoq vatandosh, anlab turing. Bayonotchi Miller Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi bundoq ko'rsatdi. Biz tunugun Jungo'ning diplomati Shimoliy Amerika mehmon kutish mahkamasining mahkama boshlig'i Yangtao bilan ko'rishganda burun Jungo'ning tashqi ishlar ministri Qingangni Amerikani ziyorat qilishga avatmoqchi bo'lgan taklif nomani Yangtao'ning qo'liga topshirdik. Hamda aniq qilib mundaq dedik. Bizdan, ya'ni Jungo'ning tashqi ishlar ministri Qingangni
Amerikani ziyorat qilishga taklif qilgan taklifnomamizni endi yangi tayinlangan tashqi ishlar ministri Wang Yining qo'liga topshirib bering. Taklif esa Qing'ani taklif qilish. Shu taklifni saqlab hozir Yangtauning qo'liga berib, mushu taklifni Wang Yining qo'liga bering degan gap vatandosh. Demak, bu taklifda Wang Yining ismi yo'q degan gap vatandosh. Endi siz hozir o'tirg'i chiqqan ikki masalaga qarang. Buning biri Amerika Davlat Majlisida Uyg'uristonga munosabatlik. Masalan, Jungo o'tirib qo'ygan talab Amerika Jungo hamkorlashida, mayli qaysi sohalar bilan bo'lsin hamkorlashida. Buning oldingi sharti Uyg'uristonda kishilik huquqqa yoki aniq aytganda Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlar qo'llangan embargo siyosatini bekor qilish. Xitoy buni birinchi bo'lib talab qilgan gap. Ana Wang Yi 2 hafta burun dedi, 2 hafta burun ministr Wang Yi mushunda qo'ydi, mushunda talab qildi. Embargoni bekor qilsan, ondan men sen bilan hamkorlashaman dedi. Bugun Davlat Majlisi Avom palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell dediki, sen sodalashma. Sen destek tayyorlama, Jungolo. Mesela Amerikalıkni öldürüş bedeliga kelishim imzolayman dema. Yoki Pentagondan iborat zaharlik chekimlik bilan Amerika xalqini o'ldirmayman degan nuqtada sen bu yoqqa chiqib buni oldingi shart qilib Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatlik e'lon qilgan embargo siyosatlarini bekor qilishni talab qilma. Ayankashlik. Bu mesela Amerika grajdanlarının ölümü bilen senin Pentagon'ı zəhərlik çekimlikini çekip her yılı kurban bulup atkan Amerika grajdanlarının ölümü yoki şu ölümni çekleşinin aldığınki şartını apırıp Uygur qirg'inchiligidan iborat bu şart yoki bu embargo siyosatiga tanqilib bu yerda dastmoyi to'plama, destek to'plama, sodalaşma. Biz senin bundaq sodalışını qarşı almayımız, qarşı turumuz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlar memurlarının, Amerika Qo'shma Shtatlar hükümet xodimlarining ehtiyotchanlik bilan muomala qilishini talab qilamiz dedi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga yozgan xatida, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligiga yozgan xatida Avam palatası Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyetçiler Partisining mensuplari bir necha nafar Davlat Majlisi a'zolari imzoli xat yozib hukumatdan Savdo ministrligidan shuni talab qildiki, biz Jungo qaratgan embargo siyosatimizni bu yerdagi embargoning hammasi bosh dedik-ku, Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatlik embargo siyosatini bekor qilish qo'shilmaymiz. Hatta bu to'g'rida qonun tuzib, ma'muriy doiralarning kongressida Davlat Majlisida oyilib o'tib ketilmasligini kapolatga ega qilamiz. Nimishqa Jungo buni eg'izga olib oldi vatandoshim? Nimish buni birinchi shart qilib qo'yib oldi vatandoshim? Masalan, embargoni bekor qilishni. Hozir demak turgan bizlikcha nima dedik? Hozir jarayonga kirdi, jarayonlash davri kirdi. Masalani qandoq bir taraf qilish, qandoq hal qilish jarayoniga kirdi. Hozirgacha bo'lgan orliqda Wang Yini taklif qildi. Qing'onga avatgan taklif nomini bugun Yangtauning qo'liga topshirib, sen Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yining qo'liga berasan dedi. Demak, mushu kungacha 2 kun o'tdi. Jungo tashqi ishlar ministrligi tarafdan hech kim bunga norozilik bildirmadi. Ya barimiz yoki bormaymiz deb ifoda bildirmadi. Men dedim, Amerika seni chaqirdi. Sen kelasan. Washingtonga kelib suhbat qurasan. Demak, bu suhbat Wang Yi bilan suhbatlashadigan suhbat. Hozir qaraganda Wang Yining harakatidan qaraganda embargoni bekor qilish talabini o'ttirib qo'ygandan qaraganda, yana bu masala Washingtonda Uyg'ur qirg'inchiligi masalasiga markaziy shanba qandoq hurmatli vatandosh. Masalan, ministr Wang Yi embargoni bekor qilishgan dedi.
Bugün Devlet Meclisi Avam Palatası Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi Michael McConnell yok dedi. Biz kollamayımız bu siyaset diye dedi. Biz bu doğruda kanun çıkarmayız dedi. Kanun çıkarıp memurilarning ixtiyoriy harakat qilishini qo'llamaydigan yoki shu qo'llamaslikni kapolat qiladigan bir qonun chiqarmaymiz dedi. Demak, Amerika embargo siyosatini bekor qilmaydi, diqqat qil dedi. Wang Yi Washington kelishdan burun hozir Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnell shundoq dedi. Wang Yi sening talabingni oshmaydi, ishga oshmaydi. Şunu sen kelib Washington senin aldığın qandaq meseleni tashlab, "Mani qandaq qilasan, buni qandaq hal qilasan" deydigan darajaga yetkanda sen şunun qo'li javob bersan bo'ladi. Sening de talab qo'yishga ruxsat yo'q. Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatlik embargo siyosatini bekor qilishi, talab qilish huquqing yo'q. Bu tunugun chiqdi o'tirga. Bugün Michael McConnell Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komitetining bunga javob berdi. Bu yerda bu qoldi endi. Wang Yi apandi bilan qoldi. Michael apandi, McConnell apandi rad qildi. Demak, ma'muriyat endi qanday bir taraf bo'ldi, buni bilmaymiz. Aqsaray balki siyosatdan tag'ishash elib berishi mumkin yoki yana boshqa chora qo'llanishi mumkin. Bu Aqsarayning o'zining ishini qaralashmaymiz-ku, vatandoshim tahlil bilan aralashmaymiz-ku. Lekin gap mushundaq gavdilinib chiqdi. Wang Yi embargoni bekor qil deydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi yo'q deydi. Hozir mushiya kelganda endi Wang Yi Washingtonga kelganda Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida nimalarni deyishidi? Gap mana mushiya vatandosh. Ma qo'yilgan mavzuni sizlarga nima dedik? Hozir g'ayriy bir alomat har ishga taraf, mayli Amerika, mayli Jungo. Hozir dalma-dal sözleşmesiyle organlar boyunca sözleşti ibaret. Muşundaq bir adetine oylanıp ötüp gitti. Bu qattiq dünyada ta'sir qo'zg'adi değil. Yoki diqqat qo'zg'adi değil. Mesela Devlet Müdafiə Ministerleri sözleştiği sözlü. Devlet Müdafiəsi bilen Amerika'da Cumhur'un diplomatları sözleşti. Bu vəziyyətdən intayin nazik tərəfini görüstüb verdi deydi o vatandaşım. Bugünkü tahlilimizde muşularını gün tertip koyduk deyli. Endilikte başta aytkan gap Ukrayna prezidenti Zelenskiy ben 8. ayının 14. günü yani Ukrayna armiyası 8. ayının 14. günü ve 24. günü Moskova'nı bombardıman kıldı. Ya Allah. Rusya tarixini to'liq bilmayman vatandoshim. Demak, 1990-yili 91-yillari sobiq Sovetlar ittifoqi yemirilish davriga kirib, bir kechada g'oyib bo'lib, 15-16 davlat Rossiya hukmronligi ostidan chiqib, 15-16 davlat Sharqiy Yevropa, butun Sharqiy Yevropa şu günü bir keçide azat bo'ldi vatandaş. Bugün hesapta 31 yıl değil mi? Qanchalik? 90-13-yilga 23 olsa 10 33 yıl oldu. 33 yıl oldu. Shundan keyin bugün hozir birinchi bo'lib Rossiyaning shu vaqtga parchalanishdan ham dahshatli bir mesele. Ukrayna prezidenti Zelenskiy dediki 8. ayının 24. günü Moskova'nı bombardıman kılınır.